Men hozir bitta virus yarataman. Aynan o'sha virus sizni Telegramingizni buza oladi. Xohlasangiz siz iPhone ishlating, xohlasangiz Android ishlating deyishdi ular va uni eplashdi. Ha do'stlar, bu mashkalarni ishlari. Qaranglar, sudga chaqiruv degan narsani eshitgansizlar, lekin bunisini eshitmagansizlar. Shunaqangi 10 yil ketishdi, bular eplashyapti. Qaranglar. Hurmatli fuqaro, mana sudlanuvchi usta X deyapti. Agar siz iPhone ishlatsangiz, APK faylni ustanovka qilmaydi, to'g'rimi? Lekin mana bu narsa haqiqatda siz iPhone ishlatsangiz ham Telegramingizda mashkani qo'liga shunday topshirasiz. Kartingizdagi pullarni ham shunday topshirasiz. Nima bu deyishingiz mumkin? Bu yerda sudga chaqiruv degan link bor. Bu haromi link. Ustiga bir dona bosasiz, iPhone ishlatasizmi, kompyuter ishlatasizmi, sizni Telegramingizga shunday olinadi, sizni shunday chiqarib yuboradi va sizni kartingizdagi va barcha ma'lumotlaringizni shunday tarqatadi. Qaranglar, udalet akkaunt bo'lib ketgan bu. Bu udalet akkaunt bo'lgan. Bu ham kimdir qurboni bo'lgan, shuni qurboni bo'lgan. Chunki buni oti oldin Islombek bo'lgan. Menga telefon jo'natgan, rasmini shu muammoni aytayotgan paytda bu shunaqa narsani ochib qo'ygan yoki bo'lmasa mana linkni ustiga bosib qo'ygan. Bu akamiz o'sha udalet akkaunt bo'lib ketdi. Odamni chiqaradi, ma'lumotlaringizni xuddi shunaqa qilib, ism, familiya qilib jo'natadi. Mana usta X deyapti. Mani ismim usta X emas, familiya ismim bor o'zimni, lekin bular Telegramda ismdan foydalanib shuni tarqatishadi. Do'stlar, bu videoni keng miqyos tarqatinglar. Kimga bo'lsa tashinglar, kimga bo'lsa dushmaningizga ham tashab qo'ying, dushmaningiz shunaqa holatga tushib qolmasin hatto. Bir dona like bo'lsa, keyingi 10 ta odamga ko'rsatishi mumkin. Keng miqyos tarqatinglar. APK fayldan tashqari mana bu linkga hech qachon kirmanglar. Bir dona bosasizlar, bo'ldi, siz uni qurboniga aylanishingiz mumkin. Like, podpiska sizdan, xizmat qilishimizdan sizlar bilan Usta X bosdik.